Garri Potter va maxfiy xona. Ikkinchi kitob, 5-bob. Urushqoq tol. Garrining nazarida ta'til juda tez o'tib ketdi. U Hogwartsga oshiqadi, albatta, ammo boshpanada o'tgan bir oy bolaning yosh hayoti davomidagi eng baxtli oy bo'ldi. Ronga hasad qilmay bo'lmaydi. Ayniqsa Dursllar yodga tushib, kelgusi ta'tilda Odamovilar ko'chasida kutilayotgan qabul haqida o'ylab ko'rilsa, chindan ham hasad qilmaslikning iloji yo'q. Ta'tilning so'nggi kechasida Mrs. Uesli biroz afsun qo'llab, Garri xush ko'radigan taomlardan iborat ajoyib kechki ovqat tayyorladi. Ko'z tushishi bilan ishtahani qitiqlaydigan quyuq shinnili puding desert sifatida dasturxonga tortildi. Kecha nihoyasida esa Fred bilan Jorj doktor Flibusterning olovsiz otiladigan mushaklari vositasida tomoshabinlar ko'nglini chog' qilishdi. Oshxona koptoklar singari pol bilan shift orasida kam deganda yarim soat sakragan qizil va ko'k yulduzchalarga to'lib ketdi. Bir chashkadan issiq shokolad ichilgach, hamma uyquga yotdi. Ertasiga ertalab yo'lga taraddud ko'rish ishlariga bir olam vaqt kerak bo'ldi. Hamma tong otar mahalda uyg'onganiga qaramay, hech kim o'z ishini oxirigacha yetkaza olmaydi. Mrs. Uesli bo'g'ilib, dam paypoq qidirar, dam patqalam, kiyimlarini oxirigacha kiymay, yurgan yo'lda buterbrod kavshagan bolalar bir-biri bilan zinapoyada to'qnash kelgan. Mashinaga ortish uchun Jinnaning sandig'ini ko'tarib ketayotgan Mr. Uesli esa oyoq tagida o'ralashib yurgan jo'jaga qoqilib, bo'ynini sindirib olishiga bir bahya qoldi. 8 nafar katta-kichik odam, 6 ta katta-katta sandiq, 2 ta boyqish va bitta kalamush Ford Anglia rusumli kichkinagina mashinaga qanday qilib joylashganini Garri hech xayoliga sig'dira olmaydi. Hoynahoy Mr. Uesli tomonidan mashinaning texnik xususiyatlariga kiritilgan qo'shimcha qobiliyatlar bo'lsa kerak. Busiz bo'lmaydi albatta. Mashinaning yuk bo'lmasini ochar ekan, Mr. Uesli Garrining qulog'iga faqat molligi ayta ko'rma deb pichirladi. Yuk bo'lmasiga yuk ortilgan sari u bilinar-bilinmas kengayib boraveradi. Nihoyat hamma mashinadagi o'z o'rnini egallagach, Mrs. Uesli orqa tomonda bemalol o'tirishgan Garri, Jon, Fred, Ron va Persi tomon qarab qo'yib, "Magillar biz o'ylagan darajada ovsar emas, yaxshi narsalar ham yarata bilishadi", dedi-da, o'zi Jinna bilan bog' kursisiga o'xshab ketadigan old o'rindiqqa o'tirdi. Chindan ham tashqaridan qaragan kishi ushbu shaldiroq aravaning ichi bu qadar keng bo'ladi deb o'ylamaydi. Mr. Uesli dvigatelni ishga tushirib, mashinani ko'cha tomon asta boshqara ketdi. Garri so'nggi bor uyga qarab qo'yish uchun orqaga o'girildi. Bu ajoyib uyni qayta ko'rish unga yana qachon nasib etishi haqidagi o'yga borgan ediki, ortga qaytishga to'g'ri keldi. Jorj mushaklar qutisini yodidan chiqaribdi. Hovli takror tark etilgach, 5 daqiqadan so'ng mashina yana to'xtadi. Fred sehrli tayoqchasini yodidan chiqaribdi. Boshpana tark etilib, katta yo'lga yetay deganda Jinna chiyillab qoldi. U kundaligini yodidan chiqarib qoldiribdi. Qizaloq ivirsib, mashinaga qaytib chiqqanida vaqt o'tib ketayotganini o'ylagan oila asabiylasha boshladi. Mr. Uesli dastlab soatiga, so'ng xotiniga qaradi. "Molli azizam, aslo yo'q, Artur. Hech kim hech narsani payqamaydi. Mana bu bitta tugmachi bosilsa, ko'rinmaslik mexanizmi ishga tushib, mashina ko'zga ko'rinmas bo'lib qoladi. Biz yuqoriga ko'tarilib, bulutlar uzra parvoz etamiz. Qarabsanki, 10 daqiqa o'tar o'tmas manzilga yetib boramiz. Biror zot hech narsani payqamaydi." "Yo'q dedim-ku, Artur, yo'q. Ayniqsa ko'ppa kunduz kuni-ya. Yo'q, ular King's Cross temir yo'l vokzaliga soat 10 dan 45 daqiqa o'tganida arang yetib kelishdi." Hogwarts Express esa odatdagiday soat roppa-rosa 11 da jo'naydi.
o'tgan yili Garri maktabga Hogwarts ekspressda borgan. Ushbu poyezdga chiqish uchun esa bir sirli yo'lni, u ham bo'lsa magllar dunyosida ko'rinmaydigan 9,4 platformaga olib o'tish usulini bilish kerak edi. Bu platformaga 9 va 10 platformalarni ajratib turgan to'siq orqali singib o'tiladi. Singib o'tish jarayoni qo'rqinchli kechmaydi. Biroq bunda kishi o'zidan o'zi g'oyib bo'lganligini magllarga sezdirmaslik talab etiladi. Persi, boshla, dedi Missis Uesli tepaga osib qo'yilgan soatga asabiy qarab. Soat millari oila a'zolarining navbat bilan to'siq ortiga o'tib gum bo'lishlari uchun atigi 5 daqiqa qolganligini ko'rsatmoqda. Persi odatdagidek o'zining oqsuyaklarga xos qomati bilan olg'a bosib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Uning ortidan Mr. Uesli, so'ngra egizaklar Fred va Jorj o'tishdi. Shoshib turgan Missis Uesli Ron bilan Garriga qarab, "Men jinnani olib o'taman. Ikkovlon orqamizdan tez yetib olinglar", deb tayinladi-da, jinnaning qo'lidan mahkam ushlab olganicha olg'a intildi. Ko'z ochib yumgunga qadar ona bola ham g'oyib bo'ldi. "Yur, birga o'tamiz. Ixtiyorimizda atigi 1 daqiqa qoldi", taklif kiritdi Ron. Garri sandig'i ustidagi Hedvig qamalgan qafasni to'g'irladi-da, har qalay ushbu harakat makon bo'ylab allaqanday sayohat, uni vositasida ko'chib yurish jarayoni bo'lmagani uchun ham to'la ishonch bilan tekka to'siq tomon harakat boshladi. Bolalar boshlarini o'zlari itarib borishayotgan arava dastalaridan ham pastroq tushirib, harakat tezligini oshirishdi. To'siqqa yaqinlashgan sari qadamlar yanada tezlashtirildi va qars etgan ovoz eshitildi. Ikkala arava to'siqqa qattiq urilganidan ortga tisarilib, Ronning sandig'i aravadan taraq-turuq tushib ketdi. Garri qoqilib yiqildi. Qafasi yerda yumalab borayotgan Hedvig vahimaga tushib, ayyuhannos solgancha vokzalni boshiga ko'tarib yubordi. Atrofda bolalarga e'tibor qaratmagan odam qolmadi. Yaqin orada turgan vokzal xodimi esa "Nima qilyapsan?" deb baqirib berdi. "Boshqaruvni eplay olmadim", bozor javob qaytardi Garri va o'rnidan turishga urinayotib, bexos qovurg'asini ushlab qoldi. Ron yugurib borib Hedvigning qafasini qo'liga oldi. Uning harakatlari atrofdagi odamlar orasida jonivor bilan bunday shafqatsiz muomala qilib bo'lmaslikka doir ko'plab tanbehlar eshitishiga sabab bo'ldi. "Nega o'ta olmadik?" vishillab so'radi joni og'riyotgan Garri. "O'zim ham hech narsani tushunmayapman." Ron atrofga telbanamo boqdi. Uning xatti-harakatlarini kam deganda 20 tacha odam hamon sinchkovlik bilan kuzatib turibdi. "Poyezdga kechikamiz chamasi", pichirladi Ron. "O'tish yo'li nima uchun yopilib qolganligiga hech aqlim yetmayapti." Sarosimaga tushib qolgan Garri qorni uyushib qolayotganini his etib, vokzalning katta soatiga tikilib qoldi. 10 soniya, 9 soniya. U aravasini astagina to'siqqa surib, taqagach bor kuchi bilan itarib ko'rdi. Metall to'siq hamon qattiq. 3 soniya, 2, 1. "Tamom", dedi hang-mang bo'lib qolgan Ron. "Poyezd ketdi. Oyim bilan dadam qaytib chiqisha olishmasa nima qilamiz? Yodingda magllarning puli bormi?" Garri g'amgin kulib qo'ydi. "Tursunlar menga kam deganda 6 yildan buyon cho'ntak puli berishmaydi." Ron qulog'ini muzday to'siqqa bosdi. "Hech qanday tovush eshitilmaydi", dedi zo'riqib. "Endi nima qildik? Ota-onam qachon qayta olishlarini bilmayman." Bolalar atrofga qarashdi. Hedvig baqir-chaqirini hamon qo'ymagani uchun ular haligacha odamlar e'tiborining diqqat markazida turishibdi. "Fikrimcha, mashinaga qaytib borib, ota-onangni o'sha yerda kutish kerak", dedi Garri. "Aks holda biz o'zimizga haddan ortiq e'tibor..." "Garri!" xitob qilib yubordi Ron, ko'zlari yarqirab. Mashinaga nima qilibdi? Biz Hogwartsga mashinada uchib borishimiz mumkin. Biroq men o'ylagan edimki, hozir biz chorasiz, favqulodda holatda qolganmiz, shundaymi?
shunday. Maktabga yetib borishimiz shart, shundaymi? Shunday. Voyaga yetmagan sehrgarlarga maktabdan tashqari har qanday joyda afsun bilan shug'ullanish man etilgan, shundaymi? Shunday. Ammo aynan o'sha balog'atga yetmaganlar orasida allaqanday cheklashlar to'g'risidagi dekretning chamasi 15-bandida voyaga yetmagan sehrgarlar favqulodda holatlardagina sehr qo'llashlari mumkin deyilgan, shundaymi? Albatta shunday. Ota-onang-chi? Ishonchsiz gapirdi Garri aravasini yana bir bor to'siqqa zora yo'l bersa degan samarasiz umid bilan urib. Ular uyga qanday yetib olishadi? Uyga yetib borish uchun ularga mashina kerak emas, qichqirib yubordi betoqat bo'lib borayotgan Ron. Buning uchun ular havoda daf bo'lib, kerakli manzilda paydo bo'lish qobiliyatiga ega. Mashina yoki sayohat uniga o'xshash har xil bo'lar bo'lmas narsalardan esa ular faqat biz tufayligina foydalanishga majbur. Tushunyapsanmi? Chunki biz hali balog'atga yetmaganmiz. Shu bois ham ular kabi daf bo'lish va kerakli joyda havoda paydo bo'lish bizga man etilgan. Bu gapni eshitgach, Garrining ko'nglida kechayotgan vahima kutilmaganda quvonchli zavqqa almashdi qoldi. Mashina boshqarishni bilasanmi? Muammo bo'lishi mumkin emas, javob qaytardi Ron, soxta sovuqqon ohangda va aravasini chiqish tomon itarib. Ketdik, tezroq harakat qilsak, Hogwarts Express ketidan ergashib boramiz. Bolalar qiziqsinib qarab turgan magllar orasidan pinaklarini ham buzmay, dastlab vokzalga chiqish eshigi, u yerdan esa Fort Angliya turgan xilvat ko'cha tomon yurishdi. Ron sehrli tayoqcha tekkizish amallarining murakkab izchilligini bajarib, mashinaning yuk bo'lmasini ochdi. Sandiqlarni bir amallab yuk bo'lmasiga ortishgan bolalar Hedvigning qafasini orqa o'rindiqqa joylashtirib, o'zlari old o'rindiqlarga o'tirishdi. Boshini derazadan chiqargan Garri katta ko'chada transport harakati serqatnov, lekin biz turgan xilvat ko'chada esa bo'm-bo'sh deb ma'lumot berdi. Juda soz. Ron asboblar panelidagi mittagina kumush tugmani bosdi. Shu zahoti mashina ham, bolalar ham ko'rinmas bo'lib qoldi. Garri o'z ostidagi o'rindiqning titrayotgani, tizzasida turgan qo'lini, burni ustidagi ko'zoynagini his etar, dvigatelning shovqinini eshitar, lekin shunga qaramay, nazarida avtomobil bilan to'lib toshgan ko'cha uzra bir necha fut balandlikda suzib ketayotgan bir juft ko'z soqqasiga aylanib qolganday bo'ldi. Ketdik, eshitildi o'ng tomonda Ronning ovozi. Mashina yuqoriga ko'tarilgan sari yer ham, ko'chaning ikki tomonidagi iflos binolar ham pastda qolib, ko'zdan g'oyib bo'la boshladi. Bir necha soniyadan so'ng bolalar ostida ba'zi joylarini tutun qoplagan, ayrim joylari yaltirab turgan butun London ko'rindi. Ayni shu fursatda shisha og'zidan otilib chiqqan tiqin tovushi eshitildi va Garri ham, Ron ham avtomobil ham ko'rinadigan bo'lib qoldi. "Voy!" dedi Ron kumush tugmachani bosib. "Ko'rinmaslik mexanizmi ishlamay qoldi." Ikkovlon tugmani mushtlay ketishdi. Mashina yana ko'rinmas bo'lib qoldi. Birozdan so'ng mashina go'yo chiroq kabi o'chib yondi-da, yana paydo bo'ldi. "Mahkam ushla!" qichqirdi Ron va gaz pedalini oxirigacha bosdi. Avtomobil to'lishib turgan paxta bulutlar orasiga shuv etib ko'tarilgach, atrof kulrang tus olib xiralashib ketdi. "Xo'sh, endi nima qilamiz?" so'radi Garri ko'zlarini qisib olganicha, hamma yoqdan kirib kelgan zich bug' orasidan Ronga qarab. "Qaysi yo'nalish tomon uchish kerakligini bilish uchun poyezdni ko'rish kerak." Bir soniyaga pastga sho'ng'i ular bulut ostiga tushib, diqqat bilan pastga alanglab qarashganicha o'rindiq ustida pitirlay boshlashdi. "Ko'ryapman!" o'kirib yubordi Garri. "Ro'paramizda. Xo'p, ana." Hogwarts Express yerda o'rmalab ketayotgan to'qqizil ilonga o'xshab ko'rindi. "Demak, parvoz yo'nalishi shimol", dedi Ron bilarmon kishiday asboblar panelidagi kompasga qarab. "Tushunarli. Endi taxminan har yarim soatda tekshirib borishimiz kerak. Mahkam ushla." Ular yana bulutlar ustiga ko'tarilib ketishdi. Daqiqa o'tgach, ularni quyosh nurlari yoritdi. Bu yer batamom o'zga olam.
mashina g'ildiraklari yorqin, oxiri ko'rinmas moviy osmon va ko'zni qamashtirib yuboradigan oppoq quyosh ostidagi bulutlarning momiq dengizini ko'ptirib ketmoqda. Eng muhimi, birorta samolyot bilan to'qnash kelmaslik, dedi Ron. Bir biriga qarab qo'ygan bolalar qahqahlab yuborishib, uzoq vaqt o'zlarini to'xtata olishmadi. Ular go'yo ajoyib tushga o'tib olishganday. Ha, haqiqatdan ham shunday. Qorday oppoq bulutlar uyurmasi ichra quyoshning iliq nurlari bilan to'lgan, qo'lqop solinadigan bo'lmasiga bir xalta shirinliklar solib qo'yilgan mashinada Hogwarts qasri oldidagi qiyalikka qo'ngach, Fred bilan Jorjning yuzlarida hasad olovini ko'rish ishtiyoqida sayohat qilmoq chindan ham ro'yobga chiqadigan tushdir, o'yladi Garri. Shimol tomon harakat davomida ular vaqti bilan bulutlar ostiga sho'ng'iganicha poyezd harakatini kuzatib, har safar muqaddam ko'ringan manzaradan farq qiladigan manzara ko'rishdi. London uzoqda qolib ketgach, dastlab yam-yashil o'tloq ko'rindi. Sal o'tib, qizg'ish botqoqliklar uzra uchishdi. Shundan so'ng ko'chalari chumoli singari ko'rinmayotgan avtomobillarga to'lib toshgan allaqanday shahar, undan keyin esa cherkovlari o'yinchoqday ko'ringan qishloqlar ustidan uchib o'tishdi. Biroq hodisalarga boy bo'lmagan bir necha soat o'tgach, Garri parvoz zerikarli kechayotganligiga iqror bo'lishga majbur bo'ldi. Ichgani suv yo'q, shirinlik esa og'iz bo'shlig'ini yopishqoq qilib qo'ygan. Ular allaqachon sviterlarini yechib qo'yishgan bo'lsa ham, Garrining futbolkasi o'rindiq suyanchig'iga yopishib, ko'zoynagi terlagan burnining uchiga tushib qolgan. Bulutlarning antiqa shakllaridan hayratlanish ham jonga tegdi. U ma'yus tortib, har xil yeguliklarni vagonma-vagon olib yuradigan lo'ppigina, lunji chuqurchali, kulimsiragan chiroyli ayol aravasidagi muzday oshqovoq sharbatini relslar bo'ylab sudragancha olib ketayotgan poyezd haqida o'ylay boshladi. Nima uchun ular 9.4 dan 3-platformaga o'ta olmadi? Yana bir necha soat o'tib, quyosh tevarak atrofni ahyon pushti dog' bilan bezaganicha bulutlar ufqqa cho'kishni boshladi. Oz qolganga o'xshaydi, qo'rqishib qolgan ovoz bilan taxmin qildi Ron. Tayyorlan, poyezdga yana bir bor qarab qo'yishimiz kerak. Poyezd hamon mashina ostida cho'qqilarini qor bosgan tog' yonidan sudralib ketmoqda. Bulut pardasi to'sib qo'ygan zamin yuqoriga nisbatan ancha qorong'u ko'rindi. Ron gaz pedalini bosib, mashinani yuqoriga yo'llagan edi hamki, dvigatel uvillay boshladi. Ikkovlon bir-biriga tashvishli qarab qo'ydi. Toliqqanga o'xshaydi, dedi Ron. U hali uyimizdan bu qadar uzoq yo'lga chiqmagan. Ular o'zlarini dvigatelning uvillagan tovushi tobora kuchayib borayotganini, osmon esa tobora qora tus kasb etayotganini go'yo payqamagan ko'yga solib borishdi. Tez orada sayyohlarni qurshab olgan zulmat sitoralar bilan yasanib oldi. Garri sviterni kiyib, xuddi e'tiroz bildirayotgan kabi, old oyna qarshisida kuchsiz tebranayotgan oyna tozalagichlar harakatiga e'tibor qaratmaslikka urindi. Yaqin qoldi, dedi Ron qaltiroq qo'llari bilan dalda berganday asboblar paneliga urib qo'yib. Hademay yetib boramiz. Uning gapi Garriga emas, ko'proq mashinaga qaratilgan. Vaqt o'tib, bulutlar ostiga yana sho'ng'ishganida ko'zlarini qisib olishib, yerdagi mo'ljallarni uzoq qidirishlariga to'g'ri keldi. Ana u ro'paramizda. Garri shu qadar baland ovoz bilan qichqirib yubordiki, hatto Ron bilan Hedvig ikkalasi seskanib ketishdi. Ko'l o'rtasida qad ko'targan qoya ustidagi Hogwarts qasrining ko'p sonli katta-kichik minoralari qorong'u ufq ortidan ko'rinish bera boshladi. Xuddi o'chakishganday ayni shu fursatda avtomobil kuchli titrab, tezligi pasaya boshladi. "Bo'lsang-chi endi", qistovga oldi mashinasini Ron rulni siltab. "Deyarli yetib keldik. Oxirigacha chidab bersang-chi." Dvigatel qattiq uvillab yubordi. Kapot ostidan ingichka tutun oqimi chiqayotgani ko'rindi.
ko'lga yaqin qolganida garri kursini bor kuchi bilan ushlab olganiga e'tibor qaratdi. qandaydir xunuk kuchlanish mashinani siltab yubordi. garri taxminan 1 milya pastda suvning yaltirab turgan silliq yuzasini ko'rdi. rulning qora tusiga ronning barmoqlari oqarib ketganligi yaqqol bilindi. mashina yana siltanib ketdi. bo'ldi endi, oz qoldi, g'udilladi ron. ular ko'l ustida, qasrga oz qoldi. ron gaz pedalini qattiq bosdi. baland jaranglagan allaqanday tovush yangradi. soniya o'tgach chirs chirs eshitilib, nihoyat dvigatel o'chdi. daf'atan cho'mgan sukunat orasida ronning oyijon degan ovozi yanada balandroq yangradi. avtomobilning old tomoni og'a boshladi. ular tezlik olganicha to'g'ri qasrning tosh devoriga qarab pastlay boshladi. yo'q, qichqirib yubordi ron va mashina rulini keskin bura boshladi. mashina yoysimon burilib, devordan atigi 2 santimetr narida qorong'i issiqxonalar, ekin ekilgan yerlar, qora maysazor uzra tobora pastlab uchib o'tdi. ron rulni qo'yib yuborib, orqa cho'ntagidan sehrli tayoqchasini chiqardi. to'xta, to'xta, o'kira ketdi u tayoqchasi bilan mashinaning asboblar paneli va old oynasini savalab. biroq bu amal kor bermadi. ular ajal keltiradigan tezlik bilan pastga qarab borishar, yer esa xuddi shunday tezlik bilan ular tomon yaqinlashar edi. ehtiyot bo'l, daraxt, qichqirib yubordi garri o'zini rulga tashlab. biroq juda kech edi. qars etgan ovoz eshitildi. metallning quloqni kar qilib yuborguday yog'ochga urilgan tovushi yangradi. daraxtning yo'g'on tanasiga yopishib qolgan mashina yerga gumburlab tushdi. mijg'aloq bo'lib ketgan kapot ostidan pag'a pag'a tutun chiqib ketdi. xedvig yurakni ezadigan faryodini yanada boshladi. garrining boshida old oynaga urilgan joyda kattaligi golf koptogiday keladigan g'urra o'sa boshlaganini his etdi. o'ng tomonda esa ronning uzoq ingragani eshitildi. senga nima qildi? so'radi qo'rqib ketgan garri. tayoqcham, sehrli tayoqcham, dedi ron titroq ovoz bilan. tayoqchamning ahvoliga qara. tayoqcha salkam ikki bo'linganday yorilib ketgan bo'lib, uning uchi bir nechta payraha tolalarda jonsiz osilib qolgan. garri o'rtog'ini tinchlantirish uchun maktabga kirishsa tayoqchani tuzatib berishlariga shubha qilmasligini aytmoqchi bo'lib, endigina og'iz juftlagan edi hamki, so'z aytishga ulgurmadi. ayni shu fursatda u o'tirgan tomonga bir narsa quturgan qo'tos suzganday chunonam urdiki, garri yonboshi bilan uchib o'rtog'iga yopishib qoldi. bir vaqtning o'zida nimadir mashina tomiga kelib tushdi. anavi nima? pichirladi ron biron bir ma'no o'qib bo'lmas nigohi bilan old tomonga qarab. garri ron qarab turgan tomonga o'girildi. ayni shu damda yo'g'on ilonday keladigan daraxt shoxi shamol to'sish oynasiga kelib urildi. mashina uchib kelib urilgan daraxt endi bolalarga hamla qila boshladi. daraxt tanasi deyarli 2 bukilib olganicha hurpaygan shoxlari bilan mashinani savalay boshladi. quturib ketgan o'simlikning navbatdagi zarbasidan mashina eshigi ichkariga ezilib kirganini ko'rgan ron qo'rqib ketib dodvoy soldi. oyijon, baqirdi u. odam barmog'iday keladigan novdalarning duv duv zarbalaridan old oyna titray boshladi. to'qmoqday keladigan shoxlardan biri esa o'z oldiga avtomobilni yapaloq qilib yuborishni maqsadni qo'ygan shekilli mashinaning tomini shiddat bilan tinimsiz do'pposlashni qo'ymadi. tom chindan ham egila boshladi. qochdik bu yerdan, qichqirdi ron bor kuchi bilan eshikni ochishga urinib. biroq pastdan berilgan navbatdagi zarba ronni garrining tizzasiga uloqtirib yubordi. kunimiz bitdi, o'kirib yubordi ron tobora ezilib pastlashayotgan tomga qarab. kutilmaganda mashinaning po'li titrab, dvigatel o'zidan o'zi ishga tushib ketganligi sezildi. mashina orqaga tislan, qichqirgancha buyruq berdi garri. mashina chindan ham keskin tisarildi. daraxtning mushtlashish shiddati hech sustlashmas, aksincha
qochayotgan mashina izidan quvib yetmoqchi bo'lganday yer qa'ridagi ildizlarning g'irchillashi eshitildi. o'lib ketishimizga sal qoldi-ya, og'ir xo'rsindi Ron biroz tinchlangach. Xayriyat omon qoldik. Yasha mashina. Ammo mashinaning sabr kosasi to'lganga o'xshaydi. Kutilmaganda avtomobilning eshiklari qars-qurs etgancha lang ochildi. Garri dastlab ostidagi kursi sekin-asta ko'tarilib burilayotganini, navbatdagi fursatda esa zax yerda oyoq-qo'llari har tomonga tarvaqaylab yotganini his etdi. Og'ir narsalarning gumburlab yerga tushayotgan tovushini eshitgach, mashina o'z ichidagi jamiki yukni har tomon uloqtirib yuborayotganini angladi. Yuqoriga uloqtirib tashlangan Hedvig qafasining eshigi havoda ochilib ketgach, bechora qush nihoyat ozodlikka chiqib oldi-da, norozi ohangda qichqirganicha orqasiga qaramay qasr tomon uchib ketdi. Urilib, ezilib, a'zoyi badani timdalanib, tutab ketgan mashina orqa chiroqlarini yarqiratganicha zulmat qa'riga kirib ketdi. Qayt dedim senga, baqirar edi Ron tayoqchasini silkitganicha mashina izidan. Dadam meni o'ldiradi. Lekin mashina ishlangan gazlarni chiqarish quvuri bilan pishqirib qo'yganicha ko'zdan g'oyib bo'ldi. Omadimiz yurishmadi-da, dedi Ron qayg'u hasrat ila yerga egilib, qasmoqni qo'liga olar ekan. Atrofda shuncha daraxt turib, mushtga musht qaytaradigan daraxtga kelib urilganimizni qara-ya. U yelkasi uzra o'girilib, hamon novdalari bilan tahdid solib turgan qadimiy daraxt tomon qarab qo'ydi. Yur, dedi holdan toygan Garri, qasrga boraylik. Maktabga yetib kelish tasavvur qilinganday tantanali kechmadi. Hamma joyi ko'kargan, sovqotgan, oyoq-qo'llari bazo'r itoat qilayotgan bolalar sandiqlarning bir tomonidagi dastasidan tutganicha maysa qoplagan nishablik ustida tortib, katta eman darvoza tomon yo'l olishdi. Bayram dasturxoni boshlangan bo'lsa kerak, dedi Ron sandiqni zina yaqiniga qoldirib. U asta yorishib turgan deraza yoniga yaqinlasha boshladi. Hoy, Garri, qara, saralash taomili-ku. Garri yugurib kelib, Ron bilan birgalikda katta zalda o'tayotgan an'anaviy taomilni tomosha qildi. Uzun, qop-qora stollar ustida muallaq osilgancha yonib turgan son sanoqsiz shamlar olovining aksi bayram dasturxonida terilgan oltin idishlardan yorqin tovlanib o'ynamoqda. Yuqorida haqiqiy samoni eslatadigan yulduzlar sochib yuborilgandek ko'rinib turgan sehrli shiftda esa sitoralar yaraqlab turibdi. Garri tumonat cho'qqidor Hogwarts shlyapalari orasida katta zalga kiritilayotgan aftidan ruhlarni ko'rib o'larcha qo'rqib ketgan birinchi sinf o'quvchilarining safiga qaradi. Ular orasida Ueslilar oilasiga mansub olovrang sochi bilan hammadan ajralib turgan jinnani tanib olish qiyin emas. Sochini turmaklab olgan, kvadrat shaklidagi ko'zoynak taqqan, yuzi jiddiy qiyofa kasb etgan afsungar ayol professor McGonagall o'rtaga qo'yilgan kursi ustiga mashhur saralovchi shlyapani joyladi. Haddan tashqari kir, a'zoyi badani yamoq bo'lib, rosa eskirib ketgan ushbu cho'qqidor shlyapa yangi kelgan bolalarni har yili maktabning Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw va Slytherin deb nomlangan 4 ta kollejga saralab taqsimlanadi. 1 yil oldin o'sha shlyapani kiyganicha haykalday qotib, uning qarorini kutib o'tirgani Garri yaxshi eslaydi. Bir necha dahshatli soniyalar ichida saralovchi shlyapa uni ko'plab yovuz sehrgarlar va afsungarlar tamomlagan Slytherin kollejiga yo'llashni istamay qo'rqib o'tirgan edi. Oxir pirovardida u Ron va Germiona bilan birgalikda Ueslilar tamomlagan va ayni vaqtda tahsil ko'rayotgan Gryffindor kollejiga qabul qilindi. So'nggi semestrda Garri o'z do'stlari bilan birgalikda qadrdon kollejiga maktab kubogini qo'lga kiritishga yordam berdi. Natijada Gryffindor o'tgan 7 yil davomida birinchi marotaba Slytherindan ustun keldi. Kulrang sochli, jajjigina bolacha oldinga chiqarildi. Unga shlyapa kiydirildi. Garrining nigohi ushbu bolakaydan nariga saralash taomilini kuzatib o'tirgan maktab direktori professor Dumbledore o'tirgan mo'tabar stolga tushdi.
direktorning kumushrang uzun soqoli va yarim oy shaklidagi shisha ko'zoynagi shamlar shu'lasida yaltirab ko'rinmoqda edi. undan bir necha kishi narida akvamarin rangli serxasham rido kiyib olgan severkarol charlvalt o'tiribdi. stol boshida boshini orqaga tashlab olganicha qadahdagi mayni uzoq tortib o'tirgan sermo'y va bahaybat Hagrid ko'rindi. qara Ron, pichirladi Garri. mo'tabar stol yonida kursilardan biri bo'sh turibdi. Sneyk qani? Professor Severus Sneyk, Garri yomon ko'radigan o'qituvchi. Garri esa o'z navbatida Sneyk yomon ko'radigan o'quvchilardan biri. Sneyk qattiqqo'l, istehzoli, o'zi mudirlik qiladigan Slytherin kolleji o'quvchilaridan boshqa biron bir fakultet o'quvchilarini yoqtirmaydigan sehrli damlamalar tayyorlash fani o'qituvchisidir. Kasal bo'lib qolgandir, umid bilan taxmin qildi Ron. Ehtimol o'zi orzu qilib yurgan yovuzlik kuchidan himoya fani o'qituvchisi lavozimidan yana quruq qolgani uchun ishdan bo'shab ketgandir, dedi Garri. Ehtimol, davom etdi ruhi ko'tarilib ketgan Ron. Uni ishdan bo'shatib, quvib yuborishgandir. Axir uni hamma yomon ko'radi. Ehtimol u, yangradi bolalar orqasidan muzday eshitilgan ovoz. Nima uchun el qatori poyezdda kelmaganing sababini tushuntirib berishlaringizni kutayotgandir. Garri biz-bizak singari ortga o'girildi. Uning qarshisida qop-qora korjomasi tungi shamolda hilpirayotgan, teri qoplamasining rangi siniqqan, qirg'iy burun, yog'li sochi yelkasiga tushgan Severus Sneyk turibdi. Noxush manzara ustiga ayni fursatda Sneyk biron bir yaxshilikdan dalolat bermaydigan holatda irshayib turgani g'alati ko'rindi. Ortimdan yuring, buyurdi Severus. Bir-biriga qarab qo'yishga botina olmagan bolalar Sneyk ortidan sudralishganicha zina bo'ylab yuqoriga ko'tarilib, odamlar ovozining aks sadosi eshitilib turgan mash'alalar bilan yoritilgan vestibyulga kirishdi. Katta zaldan mazali taomlar hidi gupillab chiqyapti. Biroq Sneyk bolalarni iliqlik va saranjom sarishtalikdan nariga tor tosh zina bo'ylab pastga yetakladi. Yerto'la yo'lining yarmiga yetgach, yo'lakda ko'ringan eshikni ochgan o'qituvchi bolalarga qarab, "Ichkariga kiring", deb buyurdi. Bolalar ham sovuqdan, ham qo'rquvdan junjikib, Sneykning xizmat xonasiga kirishdi. Qorong'ulikda bazor ko'rinadigan devorlarga tokchalar mahkamlangan. Ularga esa turli-tuman shisha idishlar terilgan. Ushbu idishlar ichida esa Garri bilmaydigan, umuman aytganda, bilishni ham istamaydigan har xil qabohat suzib yuribdi. Shunday qilib, tilga kirdi Sneyk. Hogwarts Express poyezdi mashhur Garri Potter va uning sadoqatli qurolbardori Uesli uchun yetarlicha yaxshi transport emas, shundaymi? O'z tashrifi bilan imkon qadar baland shov-shuv ko'tarishi shart. Men yanglishmadimmi, jentelmenlar? Yo'q, ser, biz Kings Crossdagi to'siq orqali o'ta olmadik. Jim, loqayd ovoz bilan baqirdi Sneyk. Mashinani nima qildingiz? Ron beixtiyor yutinib qo'ydi. Sneyk kishi xayolini o'qish qobiliyatiga ega ekanligi haqida Garri yana bir bor xulosa chiqardi. Biroq fursat o'tib, masala ayon bo'ldi. Negaki Sneyk Bashorat va karomat gazetasining so'nggi sonini yozib, Uchar Fort Angliya yaratilganidan Magllar hayratda sarlavhasini bolalarning burniga taqaganicha, "Sizlarni nechta magl ko'rganini bilasizmi?" vishilladi va maqolani ovoz chiqarib chala yarim o'qishga kirishib ketdi. Londonlik 2 nafar magl pochta minorasi uzra uchib o'tgan eski mashinani aniq ko'rishganini ishontirib aytishmoqda. Choshgohda dorga choyshab ilayotgan Norfolklik Mrs. Hetty, Pubillik Mr. Argus Fieldning politsiyaga bergan xabarlariga ko'ra, jami 6 yoki 7 nafar magl, bilishimcha otang magllarning ro'zg'or buyumlaridan noto'g'ri foydalanish bo'limida ishlaydi, shundaymi? Yarim tasdiq ohangida so'radi u Ronga qarab, istehzoli basharasi bilan jirkanch irshayib qo'yganicha. Qarang-a, o'zining o'g'li. Garri o'zini anavi urushqoq daraxtning eng katta
va eng quturib ketgan shoxi qorniga qarab solganday his etdi. Agar kimdir mashinani mister Uesli sehrlab qo'yganini bilib qolsa bormi, bu haqida o'ylamabdi-ku. Bog'ni ko'zdan kechirib chiqib, nihoyatda qimmatli urushqoq tolga katta shikoyat yetkazganligini ko'rdim, davom etdi Sneyk. Tolga emas, bizga ko'proq shikast yetdi, gap qaytardi Ron. Jim, yana o'shqirib berdi Sneyk. Ming afsus, sizlar mening kollejimda tahsil ko'rmaysizlar va sizlarni o'qishdan chetlashish yuzasidan qaror chiqarish huquqi menga berilmagan. Bunday baxtli imtiyoz havola etilgan kishilarni taklif qilib kelishimga to'g'ri keladi. Sizlar esa shu yerda kuting. Garri bilan Ron bir-biriga umidsiz qarab qo'yishdi. Ikkalasining yuzi oqarib ketgan, Garrining ko'ngli behuzur bo'lib, ochlikni ham, umuman boshqa biron bir narsani ham sezmay qo'ydi. U Snakening yozuv stoli ortidagi tokcha ustiga qo'yilgan idishlardagi yashil suyuqlik ichida suzib yurgan, sirtini shilimshil qoplagan allaqanday jonzotga qaramaslikka urindi. Agar Snake Gryffindor mudiri professor McGonagallni chaqirib kelgani ketgan bo'lsa, ko'ngli taskin topmaydi. Professor McGonagall Severusga nisbatan adolatliroq bo'lgani bilan qattiqqo'llik borasida zig'irday bo'lsin qolishmaydi. 10 daqiqadan so'ng Snake xonaga qaytdi. U bilan birga esa haqiqatdan ham professor McGonagall kirib keldi. Garri professorning jahli chiqqan holatini muqaddam ko'rgan albatta. Biroq u jahl qilganda labini mahkam qimtib olishini Garri yodidan chiqarib qo'ygan chamasi yoki bunday holatda professor u qadar serjahl bo'lmagan. Professor ostonadan hatlab o'tishi bilan o'zining sehrli tayoqchasini baland ko'tardi. Buni ko'rib, qo'rqib ketgan Garri bilan Ron ko'zlarini mahkam yumib olishdi. Ammo kollej mudiri o'z tayoqchasini bombesh kamin tomon yo'naltirdi. Kutilmaganda kamin ichida raqsga tushayotgan Gulxan ko'rindi. "O'tiring", dedi u. Bolalar hadiksiraganicha asta orqaga tisarilib, kamin yonidagi kreslolarga o'tirib olishdi. "Xulqingiz sababini tushuntirib bering", buyurdi u. Ko'zoynagida Gulxan aksi dahshatli yarqirab. Ron vokzaldagi to'siq yo'l bermaganidan boshlab bor gapni aytib berdi. "Shunday qilib, professor, biz chorasiz favqulodda holatda qoldik. Poyezdga o'ta olmadik. Nima uchun boyqush orqali xat yo'llamadingiz? Bilishimcha, sening boyqushing bor, shundaymi?" sovuq ovoz bilan murojaat qildi professor Garriga. Garrining og'zi ochilib qoldi. Mana endigina professor shu savolni bergandagina Garri tushundi. Axir ayni shunday ish tutish kerak edi-ku. "Men bu haqida o'ylamabman." "O'ylamaganing ayon", dedi professor McGonagall. Eshik taqilladi. Quvonchdan yorilib ketishiga sal qolgani sezilib turgan Snake eshikni ochdi. Ostonada direktor Dumbledore ko'rindi. Garri Dumbledorening o'zgacha jiddiy qiyofasini ko'rib, eti junjikib ketdi. Direktor ilmoqsimon qayrilma burni ustidagi ko'zoynagi uzra gunohkorlarga sinchkovlik bilan tikilib turdi. Undan ko'ra anavi nihoyatda qimmatli urushqoq tol haligacha savalagani ma'qul edi, o'yladi Garri. Xonaga uzoq davom etgan sukunat cho'mdi. Nihoyat Dumbledore tilga kirib, "Ayting-chi, nima uchun aynan shunday ish tutdingiz?" Direktor qichqirib, so'kib bergani yaxshi bo'lar edi. Dumbledorening ovozidagi ixlossizlik ohangiga bardosh berishi Garri uchun qiyin kechdi. Negadir u direktorning ko'ziga tik boqishga botini olmay, tizzasiga qarab gapirdi. U ham bo'lgan gaplarni aytib berdi, faqat sehrlangan mashina sohibi mister Uesli ekanligini aytmadi. Natijada hikoyasining mazmuniga ko'ra Ron bilan ikkalasi temir yo'l vokzalini tark etishganda yaqin orada turgan uchar mashinaga bexosdan duch kelib qolishgan bo'lib chiqdi. Dumbledore yolg'on gapning ma'nosini o'qib olishini tushunib turibdi albatta. Biroq direktor mashina haqida biron og'iz savol bermadi. Garri hikoyasini tamomladi. Dumbledore esa hamon ko'zoynagi orqali sinchkovlik bilan qarab turibdi. "Xo'sh,
biz borib lash lushlarimizni yig'ishtiraylik bo'lmasa, dedi Ron umidsizlik ohang bilan. Nima to'g'risida gapiryapsan, Uesli? Bo'kirib berdi professor MakGonagall. O'qishdan chetlashtirasizlar-ku, shunday emasmi? Javob qaytardi Ron. Garri umid bilan Dambldorega qarab qo'ydi. Bugun emas, mister Uesli, dedi Dambldor. Ammo xatti harakatingiz juda ham qaltis bo'lganligini ma'lum qilmoqchiman. Bu haqida ota-onangizga xat yozib yuborishga ham majburman. Shuningdek, ogohlantirib qo'yishim kerakki, o'xshash xatti-harakatga takror qo'l uradigan bo'lsangiz, haqiqatdan ham o'qishdan chetlatishdan boshqa chora qoldirmaysiz. Sneyk xuddi Rojdestvo bayrami umuman bekor qilingan bo'lib, endi hech qachon nishonlanmasligini hozirgina eshitgan holatga tushib qoldi. U tomog'ini qirib oldi-da, professor Dambldor, mana bu ikkalasi balog'atga yetmaganlar orasida sehrgarlik faoliyatini oqilona cheklash to'g'risidagi dekret talablarini nihoyatda qo'pol ravishda buzdi. Shuningdek, juda qadimiy va nihoyatda qimmatli o'simlikka jiddiy shikast yetkazdi. Shubha yo'qki, bunday qilmish ularga jazo tayinlash huquqini professor MakGonagallga havola etsak, Severus, xotirjam javob qaytardi Dambldor. Ushbu o'quvchilar professor MakGonagall tasarrufidagi kollejda tahsil ko'rishadi va uning vasiyligidagi shaxslar sanaladi, dedi-da professor MakGonagallga yuzlanib, men bayramga qaytib, ayrim e'lonlarni ma'lum qilishim kerak. Minevra, yuring Severus, dasturxonda ajoyib tort ko'rdim. Tatib ko'rishga ulgursak yomon bo'lmas edi. Sneyk o'z xonasini tark etishga majbur bo'ldi. Lekin xonadan chiqib ketishdan oldin Garri bilan Ron tomon ochiqdan-ochiq nafratga to'lgan nigoh tashlab qo'ydi. Bolalar hanuzgacha quturib ketgan burgut qiyofasini kasb etib turgan professor MakGonagall bilan yuzma-yuz qolishdi. Shifokorga uchrab qo'ysang yomon bo'lmas edi, Uesli, yarang haligacha qonyapti. Og'riyotgani yo'q, dedi Ron egni bilan qo'shini artib. Professor saralash taomilini ko'rmoqchi edim. U yerda mening singlim saralash taomili nihoyasiga yetdi, dedi professor. Singling Gryffindorga qabul qilindi. Juda soz, quvonib ketdi Ron. Ha, aytganday, keskin ovoz bilan boshladi professor MakGonagall. Gryffindor masalasi. Professor o'qituvchining gapini bo'ldi Garri. Biz mashinani semestr boshlanmasidan oldin oldik. Shu bois Gryffindor ball yo'qotmasligi kerak, shundaymi? Gapni tugatdi u professorning yuziga xavotir bilan tikilib. Professor MakGonagall yeb yuborgunday qarab qo'ygan bo'lsa-da, uning ushbu nigohida allaqanday tabassum borligini Garri sezdi. O'qituvchining labi ham kuchli qimtinmay qolgan. Gryffindordan ball ayirmayman, dedi kollej mudiri. Biroq ikkalangizga nisbatan jazo chorasi qo'llaniladi. Garrining ko'ngli ancha taskin topdi. Ishlar joyida. Qarindoshlarga yuboriladigan xatga kelsak, bu chora u qadar dahshatli emas. Uning yaqinlari o'sha urushqoq Tol Potterni kotletga aylantirib qo'ymaganidan afsus qilishadi xolos. Garri bunga oz bo'lsa-da shubha qilmaydi. Professor MakGonagall yana sehrli tayoqchasini ko'tarib, uchini stolga qaratdi. Bazor eshitilgan pix etgan tovush bilan bir vaqtda stol ustida bir lagan buterbrod, ikkita kumush qadah va muzday oshqovoq sharbat to'ldirilgan ko'za paydo bo'ldi. Shu yerda ovqatlanib, to'g'ri kollej mehmonxonasiga boring, buyurdi u. Men ham bayram tantanasiga qaytishim darkor. Professor ketidan eshik yopilgach, Ron past tovush bilan uzoq hushtak chalib yubordi. Tamom bo'lganimizga shubha qilmagan edim, dedi u buterbrodlardan birini changallab. Men ham, fikrini tasdiqladi Garri qo'liga buterbrod olib. Omadimiz yurishganini ko'rmaysanmi? Qo'ng'irlab gapini davom etdi Ron. Tovuq va dudlangan cho'chqa go'shtini chaynar ekan. Fred bilan Jorj ushbu mashinada kam deganda 5-6 marotaba uchishgan bo'lishiga qaramay, ularni birorta bo'lsa magl ko'rmagan, dedi u chaynayotgan luqmani yutishi bilan og'zini yanada to'ldirib olib. Menga qara, nima deb o'ylaysan? Nima uchun ikkalamiz to'siq orqali o'ta olmadik? Og'iz ovqatga to'la Garri yelkasini qisib qo'ydi. Bundan buyon nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz darkor, dedi u
oshqovoq sharbatidan huzur qilib ho'plab olgach, essiz bayram ziyofatiga borish mumkin emasligi yomon bo'ldi-da. Biz kechirilganimizni hamma ko'rishini professor istamadi, o'zicha bashorat qildi Ron. Hamma maktabda mashinada uchib kelish zo'r ish ekan deb o'ylamasligini xohlagan. Lagam bo'shagan sari vaqti bilan yangi buterbrodlarga o'zidan o'zi to'lib qolar edi. Bo'kib qolguday ovqatlanib olgach, ikkovlon o'rinlaridan turib, o'zlariga tanish yo'ldan Gryffindor minorasi tomon yo'l oldi. Qasrda qaror topgan sukunatga qaraganda bayram tantanasi tamom bo'lganga o'xshaydi. Bolalar o'zi bilan o'zi gaplashib turgan portretlar va ritsarlarning o'zidan o'zi g'ijirlab turgan kiyim boshlari yonidan o'tishib, tosh zinalarning tor pog'onalariga tirmashib chiqishdi va nihoyat pushti shoyi ko'ylak kiyib olgan to'ladan kelgan ayolning eskirib ketgan portreti orqasiga berkitib qo'yilgan Gryffindor minorasining yashirin kirish yo'liga yetib kelishdi. Parol, so'radi Semiz xolaning surati yaqinlashib kelayotgan bolalardan. Tutilib qoldi Garri. Ular Gryffindor kollejining sinfboshisi bilan hali uchrashmaganliklari bois ushbu o'quv yili uchun joriy etilgan yangi paroldan bexabar. Biroq yordam o'zidan o'zi kelib qoldi. Ortda kimningdir shoshilib bosgan qadamlari eshitildi. Germiona, sizlar bu yoqda ekansizlar-da. Qayoqqa yo'qolib qoldingiz? Allaqanday uchar mashinani pachoq qilib yuborganingiz uchun sizlarni maktabdan haydab yuborishgani haqida har xil bema'ni mish-mish gaplar tarqalib yuribdi. Haydashga-ku haydab yuborishmadi, dedi Garri. Qolgan gaplar rost. Chindan ham mashinada uchib keldik, demoqchi emasmisan mabodo? Xitob qildi Germiona professor MakGonagallning ohangiga taqlid qilib. Loaqal sen tanbeh bermaginda parolni ayt, dedi Ron. Parol kurka, dedi Germiona. Biroq gap bunda emas, lekin Germiona o'z gapini oxirigacha ayta olmadi. Parol talaffuz etilgach, Semiz xolaning portreti birdan yuqoriga ko'tarilib, boshi bilan pastga aylanganicha ichkaridan gulduros qarsaklar yangradi. Gryffindor hali uxlamagan, jamiki o'quvchilar kollejning dumaloq mehmonxonasiga to'planib olishgan, ayrimlar esa kun qahramonlarini yaxshiroq ko'rish uchun bir tomonga qiyshaygan stollar va ezilib ketgan kreslolar ustiga chiqib olishgan. Portret ortida ochilgan yo'lakdan kimlarningdir qo'llari chiqib, Garri bilan Ronni ichkariga tortib olishdi. Germionaga esa ichkariga mustaqil ravishda tirmashib kirishga to'g'ri keldi. Ajoyib, qichqirdi Li Jordan. Misli ko'rilmagan mahorat, kuni bilan davom etgan parvoz va nihoyat boshqa joy qurib qolganday urushqoq tol ustiga qo'nish. Buni kelajak avlod eslab yuradi. Yasha azamat, dedi 5-sinfda o'qiydigan qandaydir bola Garriga. Garri u bilan hali hech qachon muloqot qilmagan. Yana kimdir ma'zur ko'rib Garrining beliga turtib qo'ydi. Olomon ichra bozor yaqin kelgan Fred bilan Jorj nima uchun mashinada uchib kelish bizning xayolimizga kelmadi, deb baralla baqirishdi. Ronning rangi to'q qizil bo'lib ketib, xijolat tortganicha kulib turibdi. Ammo Garrining ortida hammaning quvonchiga sherik bo'lishni mutlaqo istamagan kishi turibdi. Persi to'lqinlanib turgan 1-sinf o'quvchilari guruhi uzra ko'rinib turar, yaqinroq kelib Ron bilan Garrini yaxshilab koyib bermoqchi bo'lganday edi. Garri Ronning biqiniga turtib Persi tomon imo qildi. Ron darhol vaziyatni anglab, biz yuqoriga chiqaylik, juda charchaganmiz, dedi. Ikkala qahramon xaloyiq ichra aylana zinaga olib chiqiladigan yon eshik tomon harakat boshlashdi. Uchrashguncha, dedi Garri qiyofasi Persining qiyofasidan qolishmay gina bilan qarab turgan Germionaga. Belga turtishlar davom etishiga qaramay, ikkovlon yon eshikka yetib borishga muvaffaq bo'lib, zina ustidagi tinch qolishdi. Ular yuqoriga oshiqib, o'tgan yilni o'tkazishgan yotoqxonalariga chiqishdi. Faqat endi eshik ustiga 2-sinf yozuvi bitilgan taxtacha osib qo'yilgan. Nihoyat ular to'q qizil rangli baxmaldan tayyorlangan guldor chodirlar ostiga 5 ta karavot o'rnatilgan ensiz baland derazali tanish xonaga kirib kelishdi. Sandiqlari allaqachon xonaga olib chiqilib, karavotlarning oyoq tomoniga qo'yib qo'yilgan ekan.
ron gunohkorona kulib qo'ydi. qilgan ishimizdan faxrlanishimiz kerak emasligini bilaman. birdan yotoqxonaning eshigi keng ochilib, ichkariga Gryffindorning yana 3 nafar ikkinchi sinf o'quvchisi Seamus Finnegan, Din Tomas va Nevil Longbottom kirib kelishdi. "Bo'lishi mumkin emas", irshaydi Seamus. "Aql bovar qilmaydi", dedi Din. "Zo'r!" izzat ikrom ohangida pichirladi Nevil. Garri o'zini tutib tura olmadi. Uning yuziga xuddi Ronning yuzidagi kabi kulgi yugurdi.